Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz Bunyodjon akamizni sexiga yetib kelganmiz. Bu yerda ko'rib turganlaringdek mana to'lib yotibdi. O'tgan safargi videoyimizda bu sex qurib qo'ygan ekan. Zakaz ko'p, ish ko'p, bahor keldi. Xudo xolasa odamlar qurilishlarni o'z yerida qurilish tugamaydi, qurilish ko'payib ketyapti. Xo'p, ko'rib turganlaringiz mana tayyor bo'lgan valishlar, xo'p, uzun toklari uchun xo'p tayyor materiallar, xulaskalar mana ko'rib turgan firmalarimiz ham tayyor, mana gullari ham tayyor. Bu yerda mana yangi yana bitta qo'shimcha mana uzum shoti $100 narxi, $100. Agar valish bilan birga qilib beramiz desalaring, aytsalaring, xudo xolasa bu narxini yana ham tushirib beradi. Xo'p, bundan tashqari mana xorgulni xolasanglar kichkinasidan, xolasanglar kattasidan, xolasanglar xorgulni mana bunaqa holatdagisi ham bor mana. Bu shekilli. Xolaslar ham manaqa holatlari ham bor. Xo'p, darvozalarimizga keladigan bo'lsak, bambu darvoza, bu yoqda dubayskiy darvozalarimiz bor. Qanaqangi fasonda, qanaqangi ishlar, qanaqangi xo'p, uzun valishi, qanaqangi darvoza kerak bo'lsa, zakaz asosida telefon qilib turib menga mana bunaqasidan kerak desalaring, hammasini qilib beradi. Dastlabki xizmatlari vodiy bo'ylab tekingani. Bo'ladi? Bo'ladi. Vodiy bo'ylab tekinga inshaalloh unda u yoqqa kelishgan holatda. Metrlarga keladigan bo'lsak, uzun valishlarimiz metri 600 ming so'mdan 1 milliongacha. Uyda egasi hech narsa qilib bermaydi. Faqatgina xo'p, to'kini beradi xolos. To'kini bersa, to'kini ishlatishib, hamma ishlarni qilib ketishadi. Oxirida pulni sanab berasizlar, bo'ldi. Do'stlar, obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Rahmat.